Mana bugun igna olayotganimga 10-kun. Ancha yaxshi. Yengilman. Og'riqlar yo'q. Ko'zimning yumilib ochilishi ham ancha yengil. Ancha yengil. Oldin ochganingizda ham titrab turardi, xuddi bir unaqa qilgandek. Zo'r qilib ketardi-da, qo'lim bilan ushlab ochardim. Ochsam ham qorachiq tepaga ketib qolardi. Hozir yo'q, Xudoga shukr, o'zi qo'limda tekkazmasam ham yengil ochib yemayapman. Bemalol. Bemalol. Endi lechenani oxirigacha davom ettirsam Xudo xolasa. Boshingiz qanday boshingiz? Boshim juda yengil, og'rimaydi. Og'riq bo'lsa ham kecha ham boshim og'rib keluvdim. Dori ichmay qo'ydim. Shu igna olib ketgandan keyin juda ham yaxshi damabman. Juda ham yaxshi, uyqular yaxshi. Yaxshi. Bizdan rozimisiz? Albatta. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. Albatta roziman. Shuncha yildan beri, mana 6 yildirki shu azobda qiynalayotgandim ko'zimdan. Ko'zim ko'rgan bilan qovoq ochilmasa bekor. Yura olmasdim. Hozir bemalol kitoblar o'qiyapman. Qaysidir qarindoshingiz o'sha shu kasallikdan Odessalargacha ham borgan ekan. Odessaga borib, qovoq ustidagi mayda teshikchalar qon bilan to'lib bitalib qolgan deb nur quysa ham ochilmagandi. Ochilmagandi. Lekin u payti bunday igna terapiyalarni bilmagan shekilli. Odessaga borib qaytib keldi. Shu endi olamdan o'tib ketdimi endi shu yigit? Yosh bo'lsa ham. Yosh bo'lsa ham, chunki avariyadan keyin nima qildi? U oyog'ini davolatdi, oyog'i sindi deb qo'lini davolatdi. Ko'zni keyin ko'ramiz degan shungacha qon qotib qolganda. Odessaga borib keldi-da, keyin otasi bilan birga borganda otasi aytib keldi-da. Hech iloji yo'q ekan, shunday qon qotib qolgan ekan. Shu 6 yil davomida ko'zim ochilib ketadi degan umid bormidi? Avvaliga umid qildim, keyinchalik umid ham qilmay qo'ydim. Chunki mana Chorsu tarafda nima bor? Darmonnur klinikasi bor. Unga bordim. Keyin mana nimada? Chilonzorda. Bitta nima bor ekan? Eng kuchli nevropatolog dedi. Hech oddiy nevropatologga bormadim, faqat professor. Lekin ular yo'q. Bittasi migren deb qo'ydi. Kasalligimda bittasi miyastina deb qo'ydi. Miyastina uzoq vaqt yashamaydi deb nima qildi. O'zim ham internetlarda, kitoblarda o'qidim-da. Kitoblarda ham miyastina bo'lsa uzoq vaqt yashamaydi. U xayolni ham yo'qotib, xotirasini yo'qotar ekan. Lekin menda nimada Dardgor shifo miyastina deb berdi. Samarqandda. Miyastina deb berdi. Xudoga shukr. Ancha yaxshiman, men yura olmayman. Endi kuni-kunidan ortga ketayotgandim-da. Shu Allohning marhamatini qarang. Hech gapmas ekanda Allohga. Mana 4-kun o'zi yaxshi qilishni boshladi, to'g'rimi? Ko'zlar ochilib. 4-kundan boshladi. Mana hozir 10-kun bo'libdi. Shu 10-kunning ichida to'liq o'zim bemalol pastlarga tushib chiqyapman. Yaxshi. Mana Alloh shunaqa mehribon, hech qachon umidsizlikka tushishimiz kerak emas. Noumid shayton ekan. Shunga Allohning marhamati bilan mana qanaqa dardlar bo'lmasin, astoydil Allohdan so'rasak, ijobatini berar ekan. Allohimga hamdlar bo'lsin. Kasal davolashdan, menga o'xshaganlarni hammasi sizga duo qilib ketadi. Rahmat. Keyingi paytlarda men umuman nima qilmasdim-da, baribir ochilib ketadi deb. Hattoki davolanishdan ham bosh tortib qo'ydim. Chunki juda qiynaldim-da. Ko'zimdan ukollar oldim. Lekin yo'q, mana u ham bordim. Respublikanskiy glaznoga ham bir necha Qoraqamishda ekan. U yerda ham bir marta Nurulla degan doktor davoladi, bir marta Jamshid degan yoshgina bola ekan. U aytdiki, ko'zlaringizning nimasi qurigan dedi. Yosh xaltasi qurigan. Doimo xelaga, karnaraga tomizib yurasiz. Bo'lmasa ochilmaydi deydi. Lekin uni tomizganim bilan ham ochilmadi. Ular nevropatolog emasda.
Ular aslan ko'zdiki. Samarqandga bordimda ko'zimdan ukol oldim. Judayam kuchli ukol ekan, u operatsiyalarda beriladi. Undan 8 ta oldim shu Belyozda. Bo'ldi dedim. Endi oxirgisi deb keldim. Yana Instagramda sizning nomeringizni topdim-da. Shuni ham bir ko'ray, bo'ldi oxirgisi deb kelganman-da. Hamma organ kerak, lekin ko'z birinchi o'rinda kerak ekan. Qarang, Allohning marhamati bilan shu yoshlikdan do'stim bo'lgan g'ayratli qudasi ekansizlar. Shu mana ham bu yog'i ham Alloh mana shu mehribon zot o'ziga hamd sanolar bo'lsin. Va lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultonik. O'zi shunaqa sulton, o'zi shunaqa mehribon, mana g'oyibidan yetkazib, qisqa muddat ichida o'zini karomatini mana ko'rsatib, mo'jizalar shunchalik kengki, men hayotim davomida juda ko'p shunaqa ko'raman. Shunga Allohga hamd sanolar bo'lsin, behisob shukronalar bo'lsin, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salot salomlar bo'lsin. Hammasiga mana Allohning o'zi shunaqa mehribon zot, shunaqa g'oyibidan yetkazib, shunaqa shifo berib turibdi. Men xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Umuman charchaman. Bolalaringizni huzurida ko'ring. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling.